Ben ko'pincha aytganman, bizning diplomlar KPK deganman. Davlat universitetiga kirmaganda men o'zim aytardim, yo'q qarindoshim kelsa. Men o'g'lim Greenwich universitetini o'qidi. Qo'lida diplomi bor. $100,000 pulimiz ketdi. Agar kelib ketishga masalan iloji yo'q bo'lsa, deylik, onlayn gaplashish orqali ota-onalar nima qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Milliy diniy qadriyatimizni yo'qotib qo'ymaydimi? Borganda o'sha yerda halol haromga e'tibor bo'lmaydimi? Bepulga YouTube'dan ingliz tili o'rgansa bo'ladi-ku, dot. 50 ming so'm internetga bo'lsa bo'ldi, dot. 50 ming so'm internetga pul to'lab, Qatarning top universitetiga grant yutyapti. O'qib shahar olib beraman, bor Rossiyaga 5 yil ishlab, Nexia olaylik, to'y qilaylik emas. Pul topsam to'y qilaman, o'y qilaman. O'zbekning gendagi eng katta orzusi shu. Stroykadan yiqilib, kaltaga yeb, Amonni kaltagini yeb, urushga jo'natib o'layotgani qancha Ukrainada. Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Bugungi podkastimiz Husan aka Mamasaidovlar bilan bo'ladi. Qisqacha o'zim haqimda tanishtirib o'taman. Ismim Asadbek Ismoilov, Levsha taxallusi bilan Instagram va boshqa ijtimoiy sahifalarimni yurg'izib boraman. Nimaga Levshada ko'pchilik so'rashadi, levoy pravish qilasizlarmi deb so'raydi. Yo'q, shunchaki o'zim chapaqayman va chapaqaylar kreativ yondashadi. Shuning uchun o'zimga to'g'ri ta'rif beradi deb Levsha deb qo'yganman. O'zim Gonkongda dunyoda top 50 talikda turadigan Gonkong fan va texnologiyalar universitetida o'qiyman. 2-kurs talabasiman. Oxirgi 2-3 yil davomida o'quvchilarni dunyodagi top universitetlarga tayyorlab kelyapman. O'quvchilarim Harvard, Columbia, Chicago universiteti, National University of Singapore, ya'ni Singapurdagi Osiyodagi eng kuchli universitetlardan biri Singapur Milliy universiteti hamda boshqa dunyoning 30 dan ziyod top universitetlariga qabul qilinishgan. Bugungi podkastimiz Husan aka Mamasaidovlar bilan bo'ladi. Nima mavzuda? Aynan ota-onalarni qiziqtiradigan mavzularda. Farzand tarbiyasi va farzandingizni chet elga yuborsangiz qadriyatlarni qanday qilib ushlab qolishingiz mumkin? U bilan yaqinligingizni qanday ushlab qolishingiz mumkinligi shu dolzarb va muhim mavzulardan biri haqida gaplashamiz. Husan aka, xush kelibsiz. Taklifimni qabul qilganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli ota-onalar va chet elda o'qimoqchi bo'lgan farzandlarimiz. Yaxshi mavzuni ko'taribsiz. Alloh manfaatli qilsin. Biz suhbatga tayyormiz. Husan aka, farzandingizni chet elda o'qitaman degan aniq birinchi lahzangizni eslay olasizmi? Mani 3 ta farzandim bor. Kattam qiz, keyin 2 ta o'g'lim bor. Qizim O'zbekistonda Westminster universitetini bitirgan. Hozir oilali 2 ta farzandi bor. Chet elda yashaydi hozir Vengriyada. Ikkinchi farzandim o'g'il, Ulug'bek. Uni O'zbekistonda o'qitamanmi, chet eldami desam, u yoshligidan meni chet elga jo'nating deb, hatto 9-sinf bitirganda Dubayga borib 10 ga yaqin O'zbekiston litseylarini darajasidan ko'nglim to'lmaganligi uchun 10 ga yaqin o'sha maktab xususiy nimalarga hujjat topshirib kelganmiz. Qaysigadir balli yetmagan, qaysigadir byudjetimiz yetmagan, yo to'g'ri kelmagan. 9-sinfligida balli bir kichkina deb keyin universitetga tayyorlaganmiz. Va u o'sha harakat qilib Yaponiyaga borgan, bir hafta, 2 hafta yashab kelgan, mana Bojamotda yashaydi. Dubayga borib qidirib kelgan, universitetlarga harakat qilgan. Va bizda uni o'sha 16-17 yoshidan qaysi davlatga jo'natamiz deydigan masala turardi. Endi bu savolga bir kamida 7 yil bo'lib qoldi. Keyin Yaponiyami, Dubaymi deb endi tanishlarimiz bor joyi ko'rardik-ku, lekin o'shanda Umidjon Eshmuhamedov do'stimiz bilan endi tanishgan davrlarimiz shunaqa o'g'limni chet elga jo'nataman. Dubayni ko'ryapmiz, Yaponiyani ko'ryapmiz. Dubayga nima qilasiz o'qitib? Dubayga to'laydigan kontraktingiz puliga bemalol Angliyada o'qitsangiz bo'ladi-ku deb Umidjon do'stimiz bizga tavsiya berganlar. Men aytganmanki, men Angliyada tanishim yo'q, qanaqa jo'natish ham hatto bilmayman. Sizlarga o'xshagan bunaqa tayyorgarlik qiladigan nimalarni o'zi kam edi. Keyin biz bu yo'ldan o'tganmiz, yordam bera olamiz deb Umidjon Eshmuhamedov ham IELTS, ham grant yutishi, ham yo'nalishi, ham universiteti bo'yicha bizga maslahat bergan. Va o'shandan keyin o'g'limni Angliyaga jo'natganmiz. 2018-yil Angliyaga Greenwich universitetiga topshirib, endi katta grant bo'lmasa ham bir kichikroq grant yutib, lekin yiliga bir 12,000-13 ming funt kontrakt to'lardik. Bu degani bir $17,000 atrofida bo'lardi. O'shanga jo'natganmiz, lekin jo'natishdan oldin bu chet elga jo'natish bilan bog'liq bir 2 yil, 3 yil o'rganardik. Birinchidan o'g'limizda xohish, intilish kuchli bo'lgan. Ikkinchidan ota-ona sifatida qayerga jo'natsak,
o'tga jo'natsak nechi pul, o'tga jo'natsak nechi pul. Va men o'g'il bolalarni, hech bo'lmaganda o'g'il bolalarni chet elda borib o'qish tarafdoriman. Nimaga? Qizim so'rardi, meni ham jo'natasizmi chet el desa, qizim mayli sen yonimizda o'qiy qol, O'zbekistonda xohlagan eng zo'r universitetda o'qigin deb Westminsterda xohlagan uchun Westminsterda o'qitganman. Baribir endi qiz bolani tarbiyasi nisbatan nozikroq degan ma'noda qizimizni shu yerda o'qitganmiz. O'g'il boladan nisbatan xotirjammiz. Harakati bor, o'zini eplaydi, musofirchilik ko'rsin, yaxshi bo'ladi deydigan ma'noda men o'zimni orzum bo'lgan yoshligimda chet elda o'qish, lekin shu O'zbekistonda o'qib, keyin Maastricht universitetlarida yoki Amerika, Yevropa, Yaponiyani ko'p davlatlarda grant o'qib kelganman, lekin yoshlikda musofirchilikda o'qib kelsa yaxshi bo'ladi, pishadi, o'ziga yarasha oldin armiyaga jo'natiladi bolalar. Buni ko'rsa zo'r bo'ladi degan fikrda edim. Biz mana 4 o'g'il, bir qiz aka-ukalarimiz. Hozir onamlarning masalan bir 20 ta nevaralari bo'lsa, bu degani bir 14 tasi o'g'il bola bizda nevaralar. Ya'ni u farzandlarimiz, jiyanlarimiz. Bugun hamma aka-ukalarimizni katta farzandlar chet elda o'qib keldi. Mana akamning o'g'illari Muhammad Islom jiyanimiz. Unda Moskvada o'qib, Finans universitetini bitirib kelgan edi. Bittasi o'qisa keyingilarni jo'natamizmi deb, yo'q, keyin Moskvaga jo'natmaymiz degan fikrga kelganmiz. Keyin ikkinchi o'g'il nevaralar, meni o'g'lim Ulug'bek edi. U keyin mana Umidjon sabab bo'lib Angliyada o'qib keldi. Keyin ukamning o'g'li Angliyada o'qidi. Hasan akangizning o'g'illari Gonkongda mana o'qiyapti, Muhammad Amin. Sinimning o'g'li keyingisi ham Gonkongda o'sha top universitetga kirgan bo'lsa, bunisi grant yutib maktabida o'qib kelyapti, bitiruv nimalarida. Endi undan keyin mana hozir 6 ta 7 ta o'g'il nevaralar katta bo'lib qoldi. 17-18 yosh. Negadir tepa nevaralar bilan hozirgilarida farq sezyapmiz. Hozirgilari shu yerda o'qiylik deyapti. Men hayronman. O'y, bormaysanmi? Mana Angliya, mana Amerika, mana Kanada, mana Yevropa yoki xohlasang arab davlatlari, Dubay, Qatar o'qitgin desam, mana hozir kichkina o'g'lim 18 ga kiradi, may oyida. Stanis Asadbek o'ynayapsizmi? Dada shu yerda o'qiy qolay deydi. Men hayronman, nega chet elda o'qigisi yo'q. Yo, chet eldan qorni to'ygan, endi u 17 yoshda 20 ta davlatda bo'ldi. Ya'ni nazar to'q yoki balkim uydagi komfort zonaga o'rganib qolganmi deb o'ylayman-da. Ya'ni chet elga borishni men o'zim uchun bir hozir konspekt tayyorlagan bo'ldim. Ota-ona uchun yoki farzandi uchun hech bo'lmaganda bir 5 ta asosiy xavotirlar nima degan mavzu qiziq desanglar, uni ham birga shuni atrofida suhbat qilsak bo'ladi. Menga qolsa borib o'qisin deyman. Kichkina o'g'lim shu yerda o'qiy qo'ya qolay. Mana Westminstermi, Inhami farqi yo'q. ITga qiziqadi u. Bo'pti, bo'lsa Inhada o'qigin deb hozir harakatini Inhaga to'xtadik. O'shaning uchun 3 ta farzand, 3 xil fikr, 3 xil dunyo. Angliyani qimmat davlat deyshadi. Ayniqsa masalan London yoki metropolis shaharlarda bo'lsa, farzandingizni Angliyaga yuborish uchun qanday qurbonliklar qilgansiz? Meni holatimda Angliya yoki Amerika degan harakat turgan edi o'sha payt. Javo'nganda Dubay, Yaponiyani nima qilsa bo'ladi dedim, lekin har doim ota-ona sifatida qayerga jo'nataman, qayerda tanish bilishlar bor. Ya'ni men jo'natsam, iloji bo'lsa tanish bilishim bor joyga jo'nating, xabardor bo'lib tursin. Bo'lmasa uydagilarni sog'insa, Dubayda do'stim bor, Yaponiyada bojam bor, Angliyada kursdoshlarim bor, Amerikada ham Chikagoda yoki o'sha Stanfordda bir ikkita do'stlarim bor edi. O'shalar, ya'ni tanishim bor joyga jo'natsam, bo'lmaganda hali bir oyda bir marta chaqirib bitta osh qilsa ham, uydagilarni sog'insa ham degan ma'noda yoki borganda hech bo'lmaganda moslashmogungacha yo'l-yo'riq ko'rsatishiga psixologik birinchi stress bo'ladi. O'shanga yo'nalish berishiga yordam beradi degan xavotir bo'lardi bizda. Kaliforniyada o'sha Stanford universitetlariga Canon dastur nimalarini tarqatadigan kompaniyani asoschilaridan biri meni do'stim, kursdoshim. U Ikrom aka do'stimiz aytdiki, xohlasangiz mana Kaliforniyaga bizaniga jo'nating. Bizani uyimizda yashaydi. 2 ta o'g'illari bor. Yeyish, ichishi, turishidan xotirjam bo'ling, xarajatingiz bo'lmaydi. Kontraktiga pulingiz yetsa bo'ldi. Kontrakt endi nisbatan qimmatroqdir. Necha pul kontraktlari desam, endi o'sha payt biz qaragan universitetlar 40-50 ming dollardan boshlanadi yiliga dedi. Menga qimmatli qilar ekan dedim. Umidjon Muhammadov bilan gaplashsam, Angliyadagi kontrakt
aytaylik 17-18 ming dollarga yiliga manga aylanardi. Bundan tashqari samolyoti, strafovkasi, birinchi borgandagi moslashishdagi o'ziga yarasha tashkiliy xarajatlar, oyida hech bo'lmaganda $500 xonasiga, $500 yo'l kirasiyu, osh-ovqatiga $1000 cho'nchak puli kerak edi. Ya'ni baribir bu istasa istamasa byudjetga borib taqalardi. Menga Angliya $20-25 ming dollarga aylanar ekan, Amerika $50 ming dollarga aylanar ekan, Amerikaga meni byudjetim ko'tarmas ekan degan ma'noda bo'pti, Dubay emas, Yaponiyaga borgim kelmadi dedi. Angliya Amerikani ko'raydiganda bo'pti deb katta o'g'limizni Angliyaga o'qishga harakat qildik. Yo'nalishini oldik, maslahatini oldik. IELTS, qolgan hujjatlari, imtihonlarni topshirib, Greenwich universitetiga o'sha 18-yil ketdi. Uni tanlashimizning sababi endi mana bu ham o'sha tanish bilish bormi? Ha. Angliyada ham Londonda 2-3 ta kursdoshlarim bor edi. Borganda hech bo'lmasa yo'nalish berasizlar, uydagilarni sog'insa bir podдержка qilib, bir piyola choyga chaqirsanglar, menga qadrli deb iltimos qilgan joyim bor edi. Aeroportdan kelganida kvartira topguncha bir kun bo'lsa ham uyingizga borsin, 3 kun bo'lsa ham uyingizga borsin deb yo'nalish bering deganimda, Abror aka, Bahrom aka, yana Nafisa xon degan tanishlarimiz bor. Bo'ldi, bemalol kelaversin, kelsa aeroportda men kutib olaman. Kerak bo'lsa bir kun ekskursiyasiga, mayli sizni farzandingiz o'zimizni farzandi deydigan narsa men uchun ota-onasi uchun sifatida, ya'ni ota-ona sifatida qanaqadir qadrli edi. Chunki birinchi marta farzandingizni musofir joyga jo'natasiz, ota-onasiz boradi. U o'ziga yarasha ota-ona sifatida xavotir. Endi yaxshiligi meni o'g'lim u Angliyagacha ham kamida 5-10 ta davlatga borgan edi. Yaponiyaga ham o'zi bor, 2-3 hafta yurib kelgan, boshqa davlatlarga ham borgan. Baribir borganda kimdir buni qil, buni qilma, buni qil, buni qilma deydigan yo'nalish bersa, ota-ona sifatida bizga xotirjamlik baxsh etardi. Shuning uchun bo'pti Angliyaga jo'natamiz. Bo'pti demak biza kontraktiga hech bo'lmaganda 1 yillik to'lovni 2 ga bo'lib bersangiz yaxshi bo'ladi deb, masalan aytaylik 16 ming, 17 ming dollar, 8 ming dollarni boshida, keyin ikkinchi yarmida, keyin 8 ming qanaqa shunaqa bir to'lovlari bo'lgandi, lekin undan tashqari samolyot xarajati, borganda kvartira xarajati, ya'ni kvartira qanaqa olinadi, hujjatni qanaqa ro'yxatdan olinadi deydigan xavotirlar, fikrlar, tashkiliy masalalarda ishi tushmagan, istalgan odam bugun bir yurtdan ikkinchi joyga borsa, qanaqa bo'lar ekan degan, yo'l-yo'riq ko'rsatadigan odam bormikin degan xavotir bo'lardi. Agar siz mana shu hozir sizlarning loyiha farzandlarni chet elga jo'natishga yordam berayotgan bo'lsangiz, grant yutishga, mana shu masalalarga ham yechim bersanglar, ota-onalar uchun qadrli bo'ladi. Bu yerda biz tanishlar bor. Birinchi borganida o'sha orientation week deydi. Orientatsion nimasiga bizni o'tda talabalarimiz bor. Bizni o'tda komandamiz bor. Kutib olib, aeroportdan kvartirasini joylashgungacha o'zi o'sha yerda yarim oy, 1 oy o'zi borgungacha psixologik stress bo'lmaydi. Yo'nalish qidirishda stress bo'lmaydi deydigan yechimni bersanglar, bu haligi qadrli bo'lar ekan sizlar tanlayotgan ota-onalar uchun. Bu endi men haligi user experience sifatida ota-ona nuqtai nazaridan bizdan o'tgan narsani aytaman. Shuning uchun shunaqa bo'lgan, lekin bizdan mana borib, u endi samostoятельно borib yaxshi ko'rardi, harakat qilib masalasini hal qilgan. Undan xotirjam bo'lganmiz, lekin yana bitta yaxshi qilgan narsamiz, boshida 2 oylik darsi bo'lganda bitta podgotovka. Keyin orasida 1 haftalik kanikul bo'lgan. Men byudjet qilganman, biletini olib beraman, o'sha 2 hafta oydan keyin kelib ketgan deganman. Menga ota-ona uchun, ota-ona sifatida shu kanikullarda kelib ketishi muhim edi. Birinchisi o'zini psixologik musofirchilik, depressiyaga tushib qolmaslik nuqtai nazar. Biladiki 2 oydan keyin keladi, maza qilib aylanyapman degan psixologiya bo'ladi. 2 oydan keyin 1 haftaga kelib, o'sha uyi sog'inchini qondiradi. Keyin semestrga ketadi. 3 oylikmi, necha oylik semestrga. Keyingi kanikulga ham kel, men biletini pulini to'lab beraman. Bilet masalan Angliyaga borib kelish taxminan $1000 atrofida edi. Kelib ket. Kelsa sog'inadi, uydan uzoqlashmaydi deydigan narsa bor edi. Uchinchisi yozda, albatta kelgan dedim. Chunki yozda ham kelib, agar 1 yil o'tdi ketsa, 2-yil olib kelish qiyin bo'lardi.
moslashib oladida, tirikchilik, pul ishlashiga, boshqaga ovora bo'lib qolardi-da. Keyin kelgin desa, ko'p yoshlarni, ko'p ota-onalarning qo'rquvi shu. Ketsa birinchidan, endi men o'zimga nima qilgan bir 5 ta asosiy xavflar bor. Yo o'tdagi muammolar yoki ertaga oiladan uzoqlashib qolmasmikin degan xavotirlar bo'ladi. Biz o'sha xavotirlar bo'lmasligi uchun birinchisi sog'inch xavotirini kelib ketishiga yordam qildik. Ikkinchisidan buni nima qildik? Uchinchisidan oiladan uzoqlashib bo'tdagi qadriyat bilan o'tdagi qadriyatni kesib yubormaslik uchun chaqirib turadigan, ayniqsa birinchi yildagi holatga, byudjetimizga shu narsani inobatga olgan edik. O'shaning uchun moddiy imkoniyati bor oilalar balkim bu narsani o'ziga rejasiga kirita olar. Lekin bugun hamma oilaning ham moddiy imkoniyati har semestrda kelib ketishiga bormi, moliyaviy imkoniyati yo'qmi degan savol bor. U ham haligi Hasanga to'g'ri kelgan gap, Husanga to'g'ri kelmaydi deb ishlatamiz. Oiladan oilaga farq qiladi. Pulini kim to'layapti? Ota-ona to'layaptimi? Bola o'zi ishlab to'layaptimi yoki grant yutib to'layaptimi? Uni o'zi ham shaxmatga o'xshab har xil ssenariy. Qaysi yo'ldan yurishiga qarab holat har xil bo'ladi. Keyingi savolim, muhim mavzuni ko'tardik, ya'ni ketgandan keyin uni qaytarib olib kelish yoki shu uzlikni ushlab qolish, bir-biriga bog'langanligini ushlab qolish. Agar kelib ketishga masalan iloji yo'q bo'lsa, deylik, onlayn gaplash orqali ota-onalar nima qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Farzandini yuborgandan keyin. Onlayn bugun yaxshiligi Telegram zamoni. Bemalol istalgan farzandingiz bilan oldin pochta jo'natilardi. Yaxshimi, tinchmi? Ya'ni bugun onlayn onajon assalomu alaykum. Dadajon assalomu alaykum. Men yaxshiman deydigan narsani imkon bo'lsa har kun bir marta. Bo'lmaganda haftada 2 marta, 3 marta muloqot qilish imkoni bor. Ayniqsa boshida yaxshimisan, kamchiliging yo'qmi deydigan ota-onaning ichidagi xavotirlar bor-da. Xohlasangiz u davomiga o'tishdan oldin men o'zimga nima qilganman, mavzuyingizni tushunganligim uchun ozgina zametka qilganman. 5 ta asosiy qo'rquv, xavotir nima? Bolasini chet elga jo'natayotgan oilalarda. Birinchisi, ota-ona nimadan o'ylaydi? Milliy diniy qadriyatimizni yo'qotib qo'ymaydimi deydi. Borganda o'sha yerda halol haromga be'tibor bo'lmaydimi? Ayniqsa Xitoyga, Gonkongga, qaysidir davlatlarga borsangiz, halol ovqat masalasi qanaqa? Yevropaning ko'p davlatlarida, balki Angliyada ham bugun halol ovqat nuqtai nazaridan bozor kattaligi uchun taklif ham bor. Lekin Xitoyda bolam go'sht ekan deb hamma go'shtni yeyavermagan. Bismillah so'yilmagan go'sht bu halol degani emas, mol go'shti ekan, tovuq go'shti ekan, qo'y go'shti ekan degani McDonald'sdan yoki KFC'dan cho'chqa yemayapman deb hamma to'g'ri kelgan narsani yemagan dedingizmi, cheklov paydo bo'ladi. Men faqat baliq yeya olmayman, ayniqsa yoshlar ko'pi baliqni yaxshi ko'rmaydi. Vaholanki biz kattalar baliqni yaxshi ko'ramiz. O'shaning uchun halol harom ovqatiga, ya'ni qadriyat muhim bo'lgan oilalarda bu muhim. Masalan, men kichkina o'g'limni jo'natmoqchiman, borgan kun gitsam, mana Muhammad Amin bordi, Jahongir bordi, halol ovqatdan muammo ko'p ekan deydi. Yoki halol ovqat topish uchun metroda nechidir ostanovka borib, bitta turk do'konga borish kerak ekan. Bu yarim soat u yoqqa, yarim soat bu yoqqa logistik men halol ovqat topish uchun buncha vaqtimni erinaman, qizg'anaman deydi. Ya'ni u Turkiya bo'lsa-ki, tushib xohlagan joyga pastga tushsa halol ovqatdan muammo yo'q. Yoki Dubay bo'lsa, yo masalan Qatar bo'lsa-ki, tushsa halol ovqatdan muammo yo'q desak. O'shaning uchun Yevropa, Osiyo, Xitoy, Gonkong, masalan Koreya, Yaponiya shunga o'xshagan davlatlarda halol harom ovqat masalasi bu muhim. Qadriyat muhim bo'lgan oilalarga va miyasiga singdirish ota-onasining vazifasi. Bunga e'tiborsiz bo'lmagan degan. Kichkina o'g'limiz Amerika, Kanada yoki mana shu davlatlarga borsam, halol harom ovqat qiynalib yuramanmi, o'zim qiynagim yo'q, bormayman dedi. Bo'pti, bor Dubayga bor Qatarga bor desam, unda u keyingi masalalar paydo bo'ldi. Yo, bormayman deb bar kichkinasi negadir chet elga borgisi kelmadi. Demak, birinchisi milliy diniy qadriyat halol harom ovqat nuqtai nazaridan. Ikkinchisi o'sha odob axloq. Jo'natganda qozonga yaqin yursa qorasi yo'qadi. Qanaqa odamlarga yaqin yuribdi. Bir tarafdan xalqaro muhitni ko'rgani yaxshi, har xil insonlar bilan ko'rgan.
Agar ketgungacha 17 mi, 18 yoshmi, necha yosh to'g'ri kelyapti? 16-17 yosh. 16 yoshda to'g'ri kelyapti. 16-17 da hali suyagi qotmagan bo'ladi bolalar. Bularni xohlagan tomonga nisbatan burish osonroq. Agar 18 dan keyin ketsa ham 18 gacha uydagi diniy, milliy qadriyatlarimizni to'g'ri berilgan bo'lsa, u bolani nisbatan burish qiyin bo'ladi. Ya'ni juma namoziga olib chiqqan bo'lsak ota-ona sifatida, mana menga muhim edi hozir shu tarabiyaga birga olib chiqqanim bo'lsa, ya'ni odatni shu yerda shakllantirib olishim kerak. Agar 16-17 da hali u narsalari shakllanmagan bo'lmasa, namoziga befarq bo'lib qolsa, boshqa bo'lsa, ertaga yurgan muhitda ta'sir qilmay ilojisi yo'q. Yaxshi muhitga tushsa, berdi Xudo. Yomon muhitga tushsa, urdi Xudo. Yomon muhit degani har xil bo'lishi mumkin. Tarbiya nuqtai nazaridan, ichish chekish nuqtai nazaridan. Kechirasiz, Xudo asrasin, bir narkotikka yaqinlashib qolsa, yoki sal puli bor klubga tushib zinoga aralashib qolsa, u odat shakllanishidan ota-ona qo'rqadi. Yoki pul topish nisbatan O'zbekistondan ko'ra, aytaylik, Amerikada yoki qaysi davlatlarga borib o'qiganida topish imkoniyati osonlashadi. Kecha zo'rg'a $500 topa olmagan bolalar o'qishdan keyin borib $1000, $2000, $3000 qo'li pul ko'rib qolsa, uni noto'g'ri kurukka yurib, endi haligi universitetda o'zini kurto'ylik degan baribir nimasi bor-da, o'qishdan tashqari muhit bor. O'sha kurto'ylik muhiti narkotik chekadiganlarning ichiga tushsa, u butun umriga bu nimasini, ya'ni kuchiga qotmagan farzandi tarbiyasiga ta'sir qilmasin degan xavotir paydo bo'ladi ota-onada. Ana shuni xavotiri bo'lmasligi uchun 18 yoshgacha hech bo'lmasam ota-ona buni ham psixologik, ham o'sha ruhiy, ham diniy, ham qadriyat fundamentini O'zbekistonda berib olish kerak degan fikr, meni shaxsiy fikrim. Juda ham qiziq mavzuni ochdingiz. Ya'ni 16 yoshda emas, balki masalan 1 yil, 2 yil sabr qilib tursa, deylik 17-18 yoshda yuborsa aniq ushlab tursa bo'ladi. Nisbatan aniq emas. Agar uyda yaxshi tarbiyani muhiti ota-onalar, do'dalar yaxshini bermagan bo'lsa, foydasi yo'q. Ko'cha tarbiyalaydi. Siz tarbiyalamasangiz, ko'cha tarbiyalaydi. Hazar akam bitta yaxshi iboralar bor. Bolani bo'sh vaqti shaytonning ish vaqti. Ya'ni buni bo'sh vaqtini kim to'ldirishiga bog'liq. O'qish to'ldirsa, maqsadi aniq bo'lsa yaxshi. Lekin u ham nimaga yana qolgan sabablarga bog'liq. O'qish pulini kim to'layapti? O'zi ishlab to'layaptimi? Grant yutyaptimi? Ota-ona to'layaptimi? Buni o'zi ham 3 xil ssenariyga olib boradi. Ota-ona to'lab, sen pulni o'ylama, o'qigin deb yana qo'liga pul berib, noto'g'ri kurukka kirsa ham buziladi. O'zing ishlab, o'zing kontraktingni to'laysan deb jo'natgan oilalar ham bor. Ya'ni moddiy imkoniyati yo'q. Bizga pulimiz yo'qsa, yo'q, men o'zim ishlab, o'zim pul topaman yoki grant yutib topaman desa ham, u agar grant yutib o'qib, qadrlab o'qib ketsa, u ham zo'r. Chunki 100 ta borgan bolaning taqdiri 100 xil bo'ladi. Ikkita bir xili deyarli qiyin. O'shaning uchun muhit muhim. Qanaqa muhitga boryapti? Yo atrofi kim, kurugi kim? Gap yo'q. Xitoylikka ko'ngda xitoyliklar bilan yurib fikrlashi zo'rdir, lekin xitoylik bilan yurib to'g'ri kelgan ovqatlanadigan joyga kirdimi, halol harom bo'ldi, filtr yechiladi. U kechirasiz, qurbaqa yesa birga qurbaqa yeyishi mumkin. Boshqa narsa bo'lsa yoki mol go'sht yegan deb halol haromiga qaramay istalgan narsani yeyishi mumkin. Yoki o'zini tiyadida hamma yeyapti, bo'pti deb yeyoradi, luqmasi odatga aylanadi. Bir xil oilalarda cho'chqa go'shtini yeyish norma. Mana o'zbek oilalariga ko'ra, bo'pti nima cho'chqaning kalbasasi bo'lsa bo'pti deydi. Yo'q, qanaqa cho'chqaning kalbasasi? Mumkin emas bu deyman. Yoki bir xillar bor, aroni ichadi, go'shting halolmi deb qo'yadi. Ya'ni u ham o'sha yurgan kuruk hal qilganda, o'shaning uchun kurukda odob, axloq, milliy, diniy qadriyatlarimiz deganda bu muhim bu. Fundamentni qanday qo'ysangiz, hayot o'shanda ketadi. Ya'ni shaxmatda birinchi 3 ta xodi butun o'yinni taqdirini hal qiladi degandek, bolalarni mana shu birinchi 3 ta xodi davri. 15 yoshgacha ota-onani aytganini qilaveradi, maktab, bog'cha davrida. O'spirin paytda men mustaqil bo'lish xohlayman deydigan joy bor. Gap yo'q.
Mustaqil bo'lsin. Mustaqil harakat qilib o'qishga kirsin. Mustaqil birinchi pulini topsin. Kontraktini to'lasin. Yangi do'st, yangi davra topsin. Faqat davra bunga yo'qadimi, bu davraga yo'qadimi, o'sha muhim. Davra ta'siri katta. Biz masalan birinchi kursda sharqshunoslik universitetiga kirganmiz 16 yoshimizda. O'tdagi yurgan davra anaqa qilib yurib, sigaret chekadiganlar bor edi. Demak, sigaret norma ekan. Krutoy bo'lish uchun sigaret chekish kerak ekan. Yoki sal puli bor bolalarning ichida kechirasiz borib anta mashinasini olib, qizlarni anta nima qilib yechilib deyapti, zino qiladigan bo'lsa, bu norma ekan degan fikr bo'lardi. Ikkinchi kursimizda boshqa universitetga ko'chdik. U yerda 5 mahal namoz o'qib, jumaga chiqadigan bolalar edi. Biz o'sha guruhga qo'yilganimiz uchun biz 5 mahal namozi, jumaga chiqishni boshladik. Pozilqor akamning masjidlariga bordik. Universitetda ta'siri bo'lgan, do'stlarimiz ta'siri bo'lgan. O'shaning uchun ota-onaning xavotiri qanaqa guruhga tushadi, qanaqa davraga tushadi. Gap yo'q, hatto diniy narsaga tushsa ham begona yot oqimlarga tushmaydimi degan qo'rquv ham bo'ladi-da. Bo'ldi, hali 5 mahal namozini o'qisin, lekin noto'g'ri oqimga kirib ketib qolmasin. Siriya, Liviyaligi igilga kirib ketmasin degan xavotir ham bo'ladi-da. Bu juda nimalari bor. Nyuans. O'shaning uchun parvo qilma, beparvo bo'lma. Bolangizni 18 yoshda jo'natmoqchimisiz? Bu strategiya hech bo'lmasa 5 yil oldindan bo'lsa, undan ham zo'r. 18 da jo'natish uchun 12, 13, 14, 15, 16, 17 yoshdan ham psixologik, ham tarbiya, ham moliyaviy pulini boshqarish ilmini ham o'rgatish kerak. Bu yerda-ku uyi puli, buni puli hech narsani o'ylamagan, ro'zg'orni ham o'ylamagan. U yerda borganda qo'liga $500 berasizmi, $1000 berasizmi? U pulini qanaqa eplaydi? Moliyaviy bir savodini berilganmi, yo'qmi? Pulini boshqarishi biladimi, yo'qmi? Mavzu ko'p-da. O'sha xavotirlar bor. Men o'zimga yozgan ekanman, mana milliy diniy qadriyatni yo'qotib qo'ymasin, xavfsizlik masalasi, shu muhim mavzu moliyaviy masalalar. Muhim mavzu bo'ldi. Ya'ni 16 emas, 17 yoki 18 yoshdan dedingiz. O'zbekistonda masalan 16 yoshda bitirsa, men ko'pchiligiga nima tavsiya beraman? Gap year olish. Ya'ni gap year bu maktab bitirgandan keyin bittada yuboradi. Ya'ni maktabni deylik mayda tugatsa, 3 oy vaqt bor. Iyun, iyul, avgust. Sentyabrda yuborgani uchun ko'rishga ulgurmay qoladi deb o'ylayman ota-ona. Shuning uchun gap year tavsiya qilaman. Ya'ni maktabni bitirgandan keyin bittada yuborish o'rniga 1 yil boshqatdan tayyorlanib, kerak bo'lsa universitetga topshiradi agar zo'r universitetga kirmagan bo'lsa, boshqatdan topshirgandan keyin mana yanvarda tugadi, deylik topshirib bo'ldi. U sentyabrgacha 8 oy vaqt bor. Buni bitta muammosi bor-da. Bizning davrlarimizda maktabni bitirib universitetga kira olmagan bolalar men nimadir yo'qotdim deydigan psixologik muammo bo'lardi. Ya'ni maktabni bitirib universitetga kirish DNK o'rinda kirganda miyamizda. Ya'ni failure deymiz, to'g'ri? Men kira olmadim. Men bo'ldi. Menga masalan, u gap year hayoli tirikchilik bilan ovora bo'lib qoladi. Universitet tayyorlash bo'lmaydi. Bekor yurmang, bor ishlagin degan holat bo'lib qoladi. Yo'q, bu ham o'rinli savol albatta, lekin ko'pincha rostdan to'p universitetga kirib turib, kira olmagan bo'lsa, boshqatda harakat qilsa, alami bo'ladi ozgina ichida. Bu yil kirmasam bo'lmaydi, masalan, qolib ketaman deydi. Kiromiy harakat qilsa bo'ladi, lekin gap year olib keyin harakat qilsangiz aytmoqchi, birinchi yil topshiradi. Odatda birinchi marta topshirganda ko'pchilik kira oladi. Masalan, Stanfordga kirganlar ham, men biladigan o'quvchilarim bir 70% to'p universitetga kirganlar hammasi gap year olib kirgan. Va shuning uchun ham diniy tomondan ham boshqa intellektual tomondan ham tayyor bo'ladi. Ya'ni tayyorlanishga ulgurish kerak O'zbekistonda. Bitirib, ya'ni O'zbekiston sistemasi bor, u bitta sistema, yaxshi yomonligi emas. Ular sistemasiga adaptatsiya qilish kerak ozgina. Men uni gap year boshqacha qilgan bo'lardim. Zo'r universitetga bormoqchiman. Bo'ldi, mana kichkina bolam chet elga borib o'qigan desam, borgisi yo'q. Bo'pti, davay shu yerda nimani kirasan desam, Westminster men Inxaga kiraman. Bo'ldi, Inxaga kirib, undan ko'ra keyingi yil o'zi pishib boraman desam, 2-kursdan keyin, 3-kursdan keyinmi perevod qilish, bu yerda ham sal ozgina nimani haligi bu yerdagi muhitdagi universitetni muhitini his qilgani, boshqa qilgani balkim to'g'riroqmi deb o'zimcha o'ylayman. Agar juda ambitsiyasi bo'lsa kirishga. Bu yerdagi muhitga kirmagan nima qildi? O'zim masalan, o'zimga uydagilar aytishgan, mana sharqshunoslikka kirganman grant bilan yoki boshqasiga kirganman, kir deyishgan, o'zim kirmaganman. Buzib qo'ymasdan. Yo'q, buzib qo'yish, to'p universitetga kirmoqchi bo'lsa fokus kerak. Ya'ni kuniga 15 soat tayyorlanmasa kira olmaydi.
Ya'ni Garvardga 3%, 4% odam keladi. Boshqa top universitetlarga ham shunaqa. Ya'ni to'liq tayyorlanmasa kira olmaydi. Men masalan, yarim part-time ishlab turib, top universitetga kirgan odam ko'rmaganman. Ya'ni to'liq fokus kerak, birinchi yilda odatda kira olmaydi. Ayniqsa ustoz yo'q bo'lsa. Bo'ldi. Buning uchun aniq strategiya kerak. Agar niyat top universitetga kirish bo'lsa, aniq strategiya kerak. U bilish kerak nimaga kirmoqchiligini. Bu yerda yana ikkinchi muammo bor. Ota-ona xohlayaptimi, bola xohlayaptimi? Ko'pincha masalan, bolalar xohlayaptimi top universitetga kirishga, ota-onasi xohlayaptimi? Qiziq ssenariy bo'ladi. Bola xohlasa ota-onasini moliyaviy jihatdan masalan qurib odatda yetmaydi, lekin bola grant yutishga harakat qiladi. Ota-ona xohlasa odatda bolani xohishi bo'lmay qolyapti. Hozircha shunaqa. Endi o'zgaryapti deb umid qilaman. Kelasi ham tushayotgani bormi yo'qmi? Bor, albatta bor. Chunki bola xohlasa, haqiqatan ham shuni sen xohlaysan. Moddiy imkonimiz yo'q deydi oilalar. Grant yutsang, bo'pti, men qarshi emasman. Samolyotingga ham pulim yo'q, bolam deydi masalan. Lekin ular kira olsa, ularda ambitsiya tish tirnog'i bilan yopishadi. U yaxshi taka o'ylanmagan, xayoli faqat o'qishda bosib tayyorlansa, bulardan ertaga brilliant bolalar chiqadi. Hayotda agar top universitetiga kirsa, o'shani mashaqqatini qilib, o'zini mehnati bilan kirgani uchun borib o'qishni o'ylaydi, imkon bo'lsa grant yutsa, kontrakt to'lash uchun pulni o'ylamasa, fokusi o'qishda bo'lsa, undan zo'ri yo'q. Ota-ona xohlab, bola xohlamasa, u ham o'xshamaydi menimcha. Chunki men xohladim kichkina bolam top universitetiga o'qishini. 2 yil 3 yil sizlar bilan birgalikda kelib harakat qildik. Qarasam, katta o'g'lim xohlagan narsa bilan kichkina o'g'lim xohlayotgan narsa boshqa. Kichkina o'g'lim xohlamasang men seni majburlamayman dedim. Ya'ni men nima qilaman? Seni majburlab top xohlaysanmi? Xohlasang men repetitoringga mana shu uslugani ko'rsatadigan bolalarga xizmatini to'laysan, shug'ullan o'qigan. Agar sen o'zing xohlamasang, sen ham o'zingni majburlama, men ham ortiqcha xarajat qilib, pulni havoga ketkazmay deyman. Ya'ni bu guli-guliga tushish kerak. Tushgan ota-onalarga ba'zi savol bo'ladi, o'zi arziydimi degan savol bo'ladi. Masalan, siz ham Angliyaga yuborishdan oldin albatta moliyaviy holat bunga ruxsat bergan, lekin boshqa alternativ opportunity cost ham balandda. Masalan, uy berishingiz mumkin, bu yerda masalan boshqa katta imkoniyatlar eshigini ochishingiz mumkin. Nimasiga qarab o'lchagansiz bu arziydi rostdan, qaytgandan keyin 20-100 barobar bo'lib qaytadi? Men o'g'lim Greenwich universitetini o'qidi. Qo'lida diplomi bor. $100,000 pulimiz ketdi 4 yilda. Ya'ni 4 yil kontraktni to'ladik. Bordi, keldi, cho'nchigidagi puli masalan $17-18,000 dan kontrakti, har yil kamida 2-3 marta samolyoti. O'zining cho'nchagi puli, mayli qanchasidir boshida men bergandirman cho'nchagi pullarini, lekin keyinchalik o'zing pul topasan, men cho'nchagi pulingga men bermayman degan shart qo'ygan edi. Lekin haligacha $100,000 diplomini bahosi menga kopeyka. Ochig'i. Men har doim aytganman, diplom kopeyka, menga diplomning qadri yo'q. Menga borib o'sha musofirchilikni ko'rganing muhim edi ota-ona sifatida. Menga borib o'sha yerda o'qib dunyo qarashing keng bo'lgani muhim. Menga o'sha yerda o'qigan narsangni hayotingda qo'llay olishing muhim edi. Universitetida, Greenwich universitetida boshida biznes yo'nalish bo'yicha bor, keyin foundationdan keyin IT ga qiziqsang, IT ga bor, hamma mamtugan aqllidagilar infactory endi boshlaganda IT deb aytgandan keyin IT ga rokirovka qiluvdi ikkinchisi kursidan. U sohani menga kod yozishga yo'qman, lekin IT proyektlarni boshqarish yo'nalishi bo'yicha mavzularga fokus berdim. Muammosizdim. Shuning uchun shaxsan o'zim universitetda qaysi fanni, nimani o'qidi, nima oldi bilmayman. Lekin $100,000 puli chiqdimi? Uje chiqdi, mana hozir 25 ga kirdi. Universitetdan kelganiga, qaytib kelganiga 2-3 yil bo'ldi. $100,000 pulni kerak bo'lsa oxirgi 1 yilda topdi shu. Ya'ni dunyo qarashi, fikrlashi. Lekin u faqat universitetda kuch emas edi. U universitetda o'qigandan tashqari u yaxshi davrada yurdi. O'zbekiston elchixonasiga uni assistent qilib, o'sha studentlarning ichidan tanlab olganda bu qirolga pulsiz ishlagan O'zbekiston elchixonasida assistent bo'lib, konsulga kimgadir sovetnikka assistent bo'lib, bu yerdan vazirlar borsa, bu yerdan boshqa nimalar borsa, tadbirlarda choy tashib xizmat qilib, ko'zi pishdi. Ya'ni menga ota-ona sifatida yaxshi muhitda yurishi muhim edi. Va O'zbekiston Angliya biznes forum bo'lganda men ayolim bilan birga bordik.
u tashkilotchilik masalasiga qarshi shaxsan elchi kelib tanishganimizda bu o'g'lingiz, sizni o'g'lingizmi, sizga rahmat demoqchiman, bizga rosa ko'p yordam tekkan degan gapiga men mingdan ming rozi bo'lib xursand bo'ldim. Ya'ni papinkin sinovchi bo'lib alo bilan kirish qattiqi o'zini mehnati bilan kirib, siz o'g'lingizmi, baraka toping, ota-onasiga rahmat degan emotsional kayf bor edi. Bu o'sha kurukni ko'rgani, u aytdi, mana bir ikkita og'aynilarim aytayapti, dada, elchixonada ishlasang pul yo'q, undan ko'ra restoranda ishlasang kuniga sen soatiga 10 funtdan mana buncha ishlaysan, oyiga buncha pul ishlaysan. Bular seni yosh bola qilib bepulga ishlatadi desa, men roziman yosh bola bo'lib ishlasang ham elchixonada. Uni pulga olib bo'lmaydi, elchixonaga kirib hamma ham tajriba ola olmaydi. Gap yo'q, sen o'sha yerda restoranda ishlaydigan oydagi $1000 pulingni men bir oymi, 2 oymi senga undan ko'ra berib turaman, pulni o'ylamagin, shu tajribani olgin deb men qaytaga o'zimda moddiy imkoniyatim bo'lgancha pulni o'ylamagin, mana shuni olgin dedim. Va bu o'zini oqladi. Balkim hali o'shanda restoranda ishlab yurgan bolalar hali ham vizasini cho'zib restoranda ishlab yurgandir. Lekin krugazor, dunyoqarash menga muhim edi. Kalibr kattalashishi muhim edi. Universitetdan nima oldi bilmayman, lekin kalibri, fikrlashi 3 yil, 4 yilda lekin hatto 4 yil o'qib kelib bolalar zo'r bo'lib ketadi degan kutuv qilish kerak emas, ota-ona. Chunki siz bugun ko'rayotgan Hasan aka, Husan akalar yoki bizning kursdoshlarimiz bor. 94-98-yil Malayziyada o'qiganimizda biznes boshqarish fakulteti Malayziyalik bizga dars bergan. Ta'sirini 98 ham emas, 2000 ham emas, 2005 emas, 2010, 15, 20, 25-yillar men ko'rdim. Hozir bitta kursdoshimiz vazir, bittasi IT yo'nalish bo'yicha katta proyektlarni egasi, bittasi bankka egasi, bittasi YBRda rahbar, bittasi o'tda rahbar. Ya'ni haligacha networkimiz kuchli, o'sha payt fundament yaxshi qo'yilgan edi. O'shaning uchun endi biz siz bilan umumiyroq gaplashyapmiz. Mavzu balkim baribir jami mavzu bir xil bo'lgani bilan bu temadan o'tdim. Ya'ni bitta farzandni Angliyaga o'qishga qo'yib, bitirib, har yil pul to'laganimda eski Captiva'm bo'lardi. Bolam, senga bu yil to'lagan $25,000 ga men Captiva'mni yangilab Mercedes ham bo'lardi. Yoki men bu mashina olsam bo'lardi deb miyasiga qo'yardim. 4 yilingga 4 ta mashinam puli ketyapti, 4 ta Malibu'ni puli ketyapti. Lekin men ishonaman, bir kun kelib, sen bitta сделкаңni puliga dada duo qiling, bitta mashina olib kelasan deb issiqda miyasiga qo'yib qo'yardim. Men senga ekanman, sen bir kun kelib dada duo qiling, ona duo qiling, men buni oling deydigan bo'lasan deb issiqda miyasiga programmani qo'yib qo'yardim. Ya'ni men senga investitsiya qilyapman, sen bir kun kelib boy bo'lasan. Boy bo'lganda bu pullarim chiqib ketadi. Men hozir mashinani yangisini minmayapman, seni o'qishingga pul tikyapman. To'yga emas, bolalarimizni o'qishiga pul tikishimiz kerak o'zi. To'y rasxod, o'qish, dunyoqarash, kurgazor, yeman mevasini ko'ryapman. Ya'ni mevasini Xudo xolisa 25 yoshida o'zini eplaganning o'zi katta meva. O'zini eplab ayoliga, bolasiga va o'zini eplab topayotgan puliga bugun ko'chmas mulkka nedvижимостьga investitsiya qilayotganini ko'rganimni o'zi ota-ona sifatida menga bu birinchi yutuq, birinchi xursandchilik. Muhim mavzuni ochdingiz. Ko'pchilikni ko'ramiz, ya'ni 5,000 dan $30,000 gacha to'yga sarflaydi. U to'y bir haftagacha yoki 3 kun bo'ladi. Lekin shuni 25 ga kirganda to'yga emas, 15 yoshda masalan repetitorga boshlab, universitetga tayyorlanish, universitetga borganda masalan hech bo'lmasa birinchi yiliga yordam bersa, xuddi shu 5 yoki $10,000 25 ga kirganda to'yga berish kerak bo'lmaydi-yu degan fikr bo'ladi. Bu yana boshqa katta mavzuga kirdik, agar qiziqsangiz, ya'ni bemalol oqim qatga qarab ketsa, o'sha mavzumiz shunga ochilyapti. Azizlar, agar suhbat yoqayotgan bo'lsa, obunani bosib qo'yinglar, yaxshi temalarni ochyapti. Kimni farzandi bo'lsa, kimni mana shu dunyoqarashi o'qishga boshqa bo'lsa, bu zo'r mavzu, chunki bular shuning ichida yuribdi. Men o'ylaymanki, yaxshi mehmonlar taklif qilishadi, men o'zim tavsiya qilaman do'stlarimizni. Ko'ringlar, kuzatinglar. Demak, to'yga kirsak. To'y o'zbekning eng katta orzu-havasi va eng katta muammosi, balosi ham shu. Chunki eng katta orzu-havas siz 15,000, 20,000, $30,000 dedingiz, Samarqandda $100,000 bir kunlik to'ylarga otib yuborishyapti. Toshkentda ham bor bunaqa to'ylar. $100,000. Endi puli bor odamga yarashadi desak bo'ladi, lekin $100,000 universitetga tiqqan yaxshiroq-da farzand. To'yimiz ko'z-ko'z. To'yimiz ko'z. Gap yo'q, to'y qilish kerak. Gap yo'q, mayli
Biz o'zbeklar ser urug'miz, qarindosh bor, boshqa bor. Imkon qadar qani endi hammamiz o'zimizdan boshlab kam chiqim qilsak. Men ham kichkina to'y qila olmadim. Meni ham to'yim juda katta pul ketdi. Menga qolsa qilmas edim. Lekin haligi bizda ayollarda borda, adasi qilmasangiz bo'lmaydi. Bolam mana shuni qilmasang bo'lmaydi deydigan fikrlash mentalitet o 100 yillik genimizdagi muammolarimiz bor. To'y qilishda muammosi yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, masalan, ta'limga kelganda bola masalan shu universitetga emas, yaxshirog'iga, eng zo'riga kirsin degan joyda ba'zilar ota-onalar ayab qoladi. Men shunisini o'ylayman. Bo'ldi. Masalan, universitetga topshiradigan o'quvchilarim bor. Shu universitetga topshir, zo'r universitet topshirsang kirasan, kirishing ehtimoli baland deb. Endi riski bor. Keyin topshirdingmi desam, yo'q dedi. Nimaga desam, topshirishga $70 ekan va ota-onam bermadi. Bo'ldi. Mana shu bu muammo ota-onalarning muammosi. Bizning ota-onalarni orzu-havasida to'y. Bolasini o'qish orzu-havas bo'lish kerak. Bizning katta muammomiz ota-onalar muammosi. Pul topsam to'y qilaman, o'y qilaman. O'zbekning gendagi eng katta orzusi shu. Bolamni dunyoni zo'r universitetiga olib kiraman degan narsa endi kelyapti. U success storylar ko'payish kerak. Bizning aholini ko'zdagi success story chiroyli to'y, Mercedes, Rolls-Royce, Yakkasaroy, Osiyo Grand. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu demak muvaffaqiyat mana shu ekan degan narsa. Demak, bugun bizani bu avloddagi muvaffaqiyatning eng katta belgisi buni bolasi Garvardga kiribdi. Buni bolasi Stanfordga kiribdi. Buni bolasi Cambridgega kiribdi. Buni bolasi Gonkongga zo'r universitetga kiribdi. Orzu bo'lish kerak. U orzu bo'lish uchun kirib, kelib, yutgan bola Abduqodir Husanovga o'xshab zo'r komandada o'ynab $1,000,000 topyapti degan narsa bo'lish kerak. Bunga vaqt kerak. Ya'ni Garvardda o'qibdi, xo'p keyinchi. Bu yerda o'qib shahar olib berarmiding deydigan gaplarimiz bor-da bizda. Ya'ni o'qigan bolalar boy bo'layotganini ko'rish kerak aholimiz. O'qib bitirayotgan anta $100,000 pulni topib ota-onasiga Mercedes olib beribdi. Mevani ekuvdi, o'qiganligi uchun ota-onasini zo'r pul topib hajga jo'natibdi. Ota-onasiga zo'r uchastka qilib beribdi. O'qiganligi uchun buni qilib beribdi degan istoriyalar ko'paysagina ota-onaning obro'si, orzusi to'ydan oldin birinchi o'qishingni qilishimiz kerak deydi. Bunaqa storylar ko'p deb o'ylayman. Ya'ni success storylar ota-onasiga ko'p narsalar olib bergan yoki hamma orzu-havasni amalga oshirgan. Shunchaki bilasiz, top universitetda o'qiydiganlar ozgina aqlli bo'ladi va aqlli insonlar o'zini ko'rsatishni xohlamaydi. Shuning uchun unaqa tarqalmagan. Ko'rsatishni xohlamasak ham ko'rsatishga majburmiz. Ya'ni biza o'zbekning bolasi qora mehnatda Rossiyada ishlamasligini xohlasak, biza bu storylarni, ya'ni bunaqa nimalarni ochishimiz kerak. Chunki nimaga Rossiyaga ketdi bir avlod? Bizning avlodimiz hammasi Rossiyaga ketdi. Borib 5 yil ishlab kelib, Nexia olibdi. Borib 5 yil ishlab bitta to'y qilibdi. Bo'pti, o'qishni yig'ishtir, maktabni bitir, sirazi bor Rossiyaga degan narsa bo'ldi. Chunki 5 yil qora mehnat qilib kelib, qishlog'ida Nexia olgan bola giroy bo'lgan ularga, qolganlarga. Nima qilasan o'qib 9-sinfni bitirding, 11ni bitirding, bor, o'qib shahar olib berarmiding, bor Rossiyaga degan narsa butun avlod bizda qora mehnatda cho'rni degan gapni oldik. O'shaning uchun bundan buyog'i bizning aholimiz hayotda men Rossiyaga bormayman deydigan orzu bo'lish kerak. Bolalarimiz ingliz tilini o'rgansin. Mayli rus tilini bilmasa ham roziman. Oldin yo'q, nimaga rus tilini bilmaysiz? Ingliz tilini bilib turgan bo'lsa, rus tilini bilmasa ham ko'z yuborsak bo'ladi. Ingliz tilini bilib, dunyoni xohlagan davlatga mayli o'qishga zo'r universitetga kira olmasa ham, ishlagani Rossiyaga emas, xohlagan dunyoni xuddi Koreya bo'ladimi, Malayziyami, Amerikami, Kanadami, Yevropami, Yaponiyami, Qatarmi, arab davlatlarimi, Turkiyami, ya'ni istalgan davlatga borsin. Ingliz tilini bilib, imkon bo'lsa ingliz tilini bilib, IELTS, SAT boshqani bilib, grant yutsin. Ota-onasiga qiynalmasdan bo'pti. O'g'illarimiz yutsa ham mayli, qizlarimiz yutsa ham mayli. Tarbiyasini bergan bo'lsak, qizimizni ham o'qishga jo'natish kerak. Tarbiya nuqtai nazaridan. Xavotirda bo'lmasak, chet elga borib, kurgazori zo'r bo'lib, zo'r olim bo'lsin. Bularni mevasi, o'qigan bolalarning mevasi 30 yoshga yaqinlashganda meva berish boshlaydi. 25 da ham bermaydi. Siz nechaga kirdingiz? 20. 20 ga kirdingiz. Siz hozir o'zingizni eplayapsiz, sinfdoshlaringizdan sharoitingiz yaxshiroq bo'ldi.
Ota-onangiz qanaqa oila sizniki? O'rtadan pastroq. O'rtadan past. Ya'ni siz biznesmenni, tadbirkorni, hokimni O'qituvchilar, bolasi emas. o'qituvchilar. O'qituvchini bolasiz. Siz mehnat qilib grant yutib o'qigansiz. Gonkongda o'qiganmisiz? Ha. Pul topyapsizmi bugun? Ha. O'ziga yetyaptimi? Oilaga ham yetdi. Oilaga ham yetyapti. O'ylandingizmi? Yo'q. Ya'ni o'zingizga oilaga yetib, siz ota-onangizni bemalol bugun umraga ham jo'natishga moddiy imkoniyatingiz bor. Bordim, borib kelishdi. Borib kelishdi. Qo'shni ko'rishga qarama, buni bolasi o'zini kuchi bilan o'qituvchini bolasi borib grant yutib o'qib kelib, ota-onasini umraga jo'natdi. Demak, boy bolasi bo'lish shart emas, zo'r bo'lish uchun. Siz 20 ga kirdingiz. 25 ga kirgunizcha hozir mashina oldingizmi? Yo'q. 25 ga kirgunizcha mashinangiz bo'lishiga ishonasizmi? Na? Ya'ni Malibu siz uchun fantastika emas. Qiziq emas unchaki. Yo'q, qiziq emas, lekin fantastika Ha, emas. ha. Ya'ni psixologik bu butun umr Nexia'ni orzu qilgandek orzu emas-da. 1 yil ichida olsam bo'ladi, shunchaki qiziq emas. Ya'ni buni aytayotganligim, siz pul keladigan ishlarni ko'paytirishingiz to'g'ri. Pul topa olish qobiliyatingizni ko'paytirishingiz to'g'ri. Uni puliga Malibu ham bo'ladi. Uni puliga Li7 ham bo'ladi, Gelandewagen ham bo'ladi. Sizdagi bolalarning ssenariysi ko'payishi kerak. Success storylar ko'payishi kerak. Shunda shoshma. Qara sindoshing o'quvdi, bu o'qib Gonkongga bordi. Keldi, ota-onasini umraga ham, hajga ham jo'nata oldi. O'zini puliga o'zi to'y qila oldi. Ya'ni to'y eng kichkina to'yga ham bugun 10 ming, 20 ming dollar hech narsa bo'lmaydi. Isrof qilmaganingiz ham. Katta orzu, havaslik, isrof to'ylarni gapirmayapman. Ya'ni o'zi qila oldi, ota-onasi qiynalmadi. Oddiy o'qituvchi bo'lsa ham qiynalmadi. O'zini oilasiga, o'zini sharoitiga yetadigan. Kelisi xotinini, bola chaqasini olib borib bemalol chet elda ham yasha olyapti. Kelisi bolasini xususiy maktabda o'qityapti. Kerak bo'lsa minib yurgan mashinasi Malibu fantastika emas. Sen Nexia'ni orzu qiluvding, Rossiyaga borib Nexia'lik bo'lding-ku, lekin umring o'tib ketib qoldi. Ota-onangning yonida bo'lmading, xotiningning yonida bo'lmading, bolalaringning yonida bo'lmading. Sen majburlikdan qora mehnat qilding, bu o'sha payt o'zini sal qiynab o'qidi. Lekin hozir maza qilgan ishidan 50 ming dollar, 100 ming dollar topyapti. Ana ikkita ssenariy, ikkita sindosh ssenariysi ommaga chiqish kerak. Omma ko'rish kerak. Bu ssenariy jon kuydirishga arziychiligini ko'rish kerak aholimiz, ota-onalar ko'rish kerak. O'shuning uchun Rossiya bu eng yomon ssenariy bo'lish kerak. O'zbek uchun orzu bo'lish kerak emas. O'zbek uchun xuddi Sibirga surgun qilgan eng past odam borishga, ya'ni o'qimaganligi uchun faqat sen uchun o'qimasang Rossiyaga ketasan degan narsa bu hali nakazani bo'lish kerak. O'qimasang sen menda 20 yil Rossiyada qiynalasan, bolam deyish kerak. O'qisang, mana Gonkong, mana Amerika, mana senga Yevropa, mana senga bu, mana senga mashina, mana senga uy, mana senga chet el degan ssenariy bo'lish kerak. Programma aholimizning miyasida o'qisang sen boy bo'lasan degan ssenariy zo'rroq bo'lish kerak. O'qib shahar olib berardim, bor Rossiyaga 5 yil ishlab Nexia olaylik, yo to'y qilaylik emas. Chunki bor Nexia oldi, to'y oldi, lekin dohod bir necha ish qilmadi. Kuch-quvvati ketib, kasal bo'lib, stroykadan yiqilib, kaltagi yeb, Amonni kaltagini yeb, urushga jo'natib o'layotgani qancha Ukrainada. O'sha narsani xohlamaslik kerak. Majburlikdan Rossiyaga ketdim emas. Undan ko'ra maza qilib o'qib, men majburlikdan bormaslik uchun o'qiyman, grant yutaman, chet elga boraman. Borgan top universitetga kira olmasa ham Kurgazor o'zgaradi. Kurgazor o'zgargandan keyin Malayziyada o'qib kelgan narsa shu yerda o'zini qishloqda bitta narsa qilgisi keladi. Koreyada o'qib kelgan narsa think globally, act locally, o'zini shaharida, qishloqda bir narsa qiladi. Amerikada, Yaponiyada istalgan dunyoni, Yevropa davlatini, Qatarmi, xohlagan joyda o'qib 5 yilmi, 10 yilmi o'sha kuch-quvvati, energiyasi bordagi bor narsani ko'rib, baribir O'zbekistonga kelaman deydi-da hamma. Kelgandan keyin dasmoyasi bilan kelsa, yoki ishlab yurgan paytida pulini jib bo'lganda hech narsaga aqli yetmasa ham patkatlaman bir tayinli quruvchiga tikib qilsa, kelganida 50 ming, 100 ming dollar kapital yig'iladi. Nexia'ga to'yiga emas, nimaga jo'nashga. O'shaning uchun xulosa orzu, havas ota-onada to'yiga emas, bolamni o'qitamanga tikish kerak. Oxirgi pulimni repetitoriga beraman deyish kerak ota-ona. Oxirgi pulimni mayli samolyotiga beraman, mashinamni yangilamasam ham kontraktiga yordam qilaman. Meni qariganimda davlat pensiyasi emas, shu bolam boqadi deydi-da o'zbek. Shu bolamga investitsiya qilaman, mayli to'yga kamroq pul sarflaylik.
puli bor mayli ishlatar. Lekin puli yo'q ham hamma qilyapti-ku, men ham qilishim kerak deydigan mana bunaqa orzu havas to'yiga bo'lish kerak emas. Orzu havasim Hindistonda bolamni Angliyaga o'qishga jo'nataman bo'lgan ekan. Bolamni Amerikaga o'qishga jo'nataman bo'lgan ekan. Bugun Angliyaning eng zo'r kompaniyalarida hindlar, Amerikaning eng top kompaniyalarida Microsoft, hindlar. Google. Hammasi giroy bo'lganligi uchun o'tdagi hindlar butun pulini o'zida o'quv markaziga jo'natib, o'zidagi hindlarni tortishga ishlatyapti. To'g'ri aytyapsiz. Hindistonda chet elda emas, Amerikada, Angliyada top universitetlarda o'qitaman. Ya'ni shunchaki universitetda emas, top universiteti. Faqat Garvard yoki Stanford degan joylarni ham eshitganman. Ya'ni Sundar Pichai, ayniqsa Sundar Pichai'ni bilamiz. Google CEO'si tarixlar tarqalgan. Bakalavriat bitirib magistratura ketayotgan Stanfordga oxirgi pulini hamma yo'g'i nimasi bo'lsa ota-onasi sotgan, Sundar Pichai Stanfordga ketgan. Ya'ni biletni o'ziga, u kontrakt emas, biletini olib beraman bo'ldi, men boshqa pulim yo'q. 1 yil mayli, qarzdor bo'lsa ham yashab turaman degan. Stanfordda o'qidi. Hozir mana dunyodagi eng katta korporatsiya Google'da CEO'si bo'lib, ya'ni general direktor bo'lib ishlayapti. Ya'ni yana bitta qiziq momenti bor. Chet elga yoki Amerikaga emas, o'qisang Garvardda o'qi deb aytishgan. Ya'ni eng topida o'qi, bo'lmasam chetda o'qigani yaxshiroq deb aytishadi. Biz uchun ham mana shu orzu bo'lish kerak. Bizning o'zbek oilalarining orzusi mana shu bolamni dunyoni zo'r universitetiga beraman degan orzu bo'lish kerak. U yerda men Qatarga borganimda bir bolani ko'rib qoldim. Menimcha videosini ham chiqargandim, kelsa beraman. Oddiy sizga o'xshagan o'qituvchining farzandi. Grant yutib Qatarda eng zo'r universitetda o'qiyapti-da. O'qituvchini farzandimi, oddiy oilalarning farzandi. $100 ming grant yutib o'qiyapti. Bitirishim bilan $100 ming oylik beradi deyapti. Bizlarni yoshlarga orzu baribir muvaffaqiyat pul bilan o'lchanyapti. Nisbatan endi baribir o'lchov birligi moddiy masalaga borib taqaladi. Bitirib $100 ming topayotgan ekan. Bitirib buncha pul topayotgan ekan deydigan narsa yoki masalan Abduqodir Husanov nimaga hammamiz bunaqa qilamiz? Chunki $1 million men buncha million pul topar ekan deydi. Alisher Usmonov o'zbek buncha milliard puli bor ekan deydi. Ya'ni yoshlarga pul temasi yoqadi. Albatta pul masalasi bo'lganda uy-joy masalasi, remont masalasi, mashina masalasi, bitovoy masala, umra, haj hammasi bitadi-da. O'shaning uchun buni istoriyalar ko'paysagina yoki masalan o'sha nimani IBM Google nimasi nechim 100 million masalan daromad qilar ekan desa, bu hammasi uchun benchmark deydi, ya'ni orzu qiladigan nima bor? Standart bor. Nima bor? Standart bor. Ya'ni ssenariy shundan qidiriladi. Abduqodir Husanov buncha $1 million topatsa, hamma bolasini futbolistga tayyorlaydi. Qaysidir boksyor bor, chempion bo'lib keldi, uyi bunaqa bo'ldi, remonti bunaqa bo'ldi, tahob podarka qilsa, hamma bolasini boks bergan. Bir paytlar san'atkorlar zo'r pul topar ekan deb, hamma san'atkor bo'lishni orzu qiladi. San'at maktabi. Bir paytlar prokuror, militsiya, SMBda ishlash wow bo'lgan. Chunki ular zo'r pul topadi deydigan nima bo'lgan. Baribir istasa istamasa yoshlar 16, 17, 18 yoshdan boshlab pul mavzusiga qiziqadi. Shuning uchun nimaga bo'lsa, mana bu yo'ldan yursang, senda mana bu yerda yaxshi daromad topa oladigan bilim egasi bo'lasan, sen bozorda vasstrebinni mutaxassis bo'lasan. Sen ish tanlamaysan, ish seni, ya'ni sen ish tanlaysan, sen ish beruvchisan tanlamaydi deydigan ssenariylar. Mana shunga o'xshagan suhbatlardan sho'rchilaringiz virus bo'lishi kerak. O'sha narsani ko'rsa, miyaga ta'sir qilib, ota-ona ham shuni o'ylashni boshlaydi. Kim bor? Uning yo'li qanaqa bo'lgan? U qanaqa yurgan? Qanaqa yutgan grantni? Hozir davlatimiz IELTS 7 olsang, mana senga IELTS tekin deyapti. Yana qancha grantlar berilyapti? Millat umidi yoki nima edi? Yana davlatda o'zining SAT. Yana boshqa nimalar bor. Yaqinda bitta o'quvchi xalqaro ximiya olimpiadasida oltin medalni olganda 1 milliard so'm prezidentimizdan oldi. Mana shu narsalar bu orzu bo'lish kerak. Yosh bolalarga ham, ota-onalar uchun. Bolam sanam o'qigan. Davay, mana shu yerga stavka qilsak, jackpotni yutar ekanmiz deydigan ma'nodagi orzu bo'lish kerak. To'yga pul yig'ish kerak emas, bolasini o'qitishga pul yig'ish kerak. Bolasini grantini yuta olmasa ham oxirgi
pulini sotib bo'lsa ham, haligi uyini sotib bo'lsa ham, через Meksika, Amerikaga borib trak haydayman deydi-yu. Oxirgi nimasini sotib bo'lsa ham, o'sha Stanfordga, Garvardga, yo palon universitetga, yo Gonkong universitetiga, yo Piston universitetiga kiraman deyish, bu orzusi bo'lishi kerak. Chunki bizning universitetlar diplom sotdi-da shu paytgacha. O'shuning uchun o'qib shahar olib berarmini, shunchasini diplomi bor-ku deydi. Ya'ni diplomimizning bahosi yo'q O'zbekistonda. Men ko'pincha aytganman, bizning diplomlar kapeyka deganman. Hali ham 90% diplomimiz kapeyka. Chunki diplom, hech qaysi diplom buni $100,000 topishini kafolatini bermayapti O'zbekiston diplomi. Lekin Stanford, Garvard yo palon universitetni bitirmasingdan sen ishing tagidan $500,000 zilkalaring bo'ladi desa, o'sha borish kerak. Ko'pchilik Stanford yoki Garvard bitirgan eng katta, ya'ni ko'pchilik emas, eng katta biznesmenlar, masalan Mark Zuckerberg yoki boshqalar bitirmagan. Lekin ular Garvard bilan Stanfordni bitirmagan. Masalan, Maxachqal'a universitetini bitirmagan emas. Va yana bir qiziq narsani gaplashmoqchi edim. Ko'pchilik ota-onalar va o'quvchilar ham o'ylaydi, men Garvardga borsam hamma yoq zo'r bo'lib ketadi. Ya'ni bitta narsani tushunish kerak, Garvardga yoki boshqa top universitetga borgandan keyin u universitet bor narsani kattalashtirib beradi. Masalan, liderlik qobiliyati 10x bo'lsa, oddiy odamdan ko'ra Garvard uni 1000x qilib beradi. 1000 barobar kuchliroq qilib beradi. Lekin u 0 bo'lsa, Garvard masalan liderlik qobiliyatini ko'tarib bermaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, sportdan zo'r bo'lsa, masalan, Nodirbek Abdusattorov SETdan 1500 olsa, Garvardga kira oladi. Lekin masalan, Garvard uni lider qilib tayyorlab bermaydi. Aytmoqchi bo'lganim, universitetga borsa ham yaxshi bo'lib qoladi degan narsa yo'q va shuning uchun universitetga borishda emas, universitetga borishdan oldin tayyorgarlik jarayonida o'zini eng muhim skilllarini, ya'ni eng muhim qadriyatlarini o'zini, eng muhim nima qilish kerakligini, nimani o'rganish kerakligini aniqlab olish kerak. Chunki universitet faqatgina kattalashtirib beradi bor narsa. Har bitta farzandni o'zini ko'ziri bo'ladi-da. 5 qo'l barobar emas degandek, oilada 5 ta farzand bo'lsa 5 xil dunyo. Haqiqatan ham bolamiz unga o'xshasin, bunga o'xshasin deb havas qilamiz-ku, lekin bolani o'zini ko'zlari nimaligini bilish kerak-da. Kim shaxmatda zo'r, kim futbolda zo'r, kim san'atda zo'r, kim matematikada zo'r, kim ITda zo'r. Hammani IT ishini qilishimiz shart emas. Hammani boksyor qilishimiz shart emas. Hammani san'atkor qilishimiz shart emas. Ya'ni qobiliyati qatta va qobiliyatini ocha olish uchun oilada imkon qadar shuni vohlikdan sezib, bolani nimasiga qarab, kuchli joyiga qarab, yoshligidan o'sha krujoklarga sharoit yaratish kerak birinchisi. Vrachlikka qiziqsa, ximiya, biologiya boshqa tomonga kuchli joy bo'lsa, unga sharoit yaratish kerak. Biznesga qilsa, unda matematika, ingliz tili, shunga o'xshagan tomonlari. San'atga qiziqsa, o'zini temasi. Ya'ni ITga qiziqsa, uni o'zini yo'nalishlari deganda ota-ona ba'zi sharoitni berib va ota-ona uyda bera olmaydigan joyi qolganda universitet beradi-da. Mana hozir sizga ko'rsatuvdan oldin gaplashdik. O'g'lim shu yerda INXda o'qiydi. Sen INX bera olmaydi-da, ana universitet beradigan narsani baribir deb aytdingiz. Gonkongda palonli искусственный intellektlar programmist qiladigan universitetda bera oladigan narsani INX bera olmaydi dedingiz. Men bolam borgin desam, yo'q. Shu yerda INXda o'qiydi, men desam, bu bera olmaydi dedingiz. O'shani bola ham ko'rish kerak ekanda, u nima xohlayapti, orzusi nima? Va uni orzusi bo'lsagina ota-ona bo'pti borgindirkan. Ba'zida majburlab bolamizni jo'natsak, uni orzusi bo'lmasa ham u so'nadi. Yoki oldin xususiy maktablar yo'qligida davlat maktabidan xususiy maktabga o'tkazsa, nima men sizlarga yiliga yoki har oy buncha pul to'layapman, bolam yaxshi o'qimayapti deb maktabdan sпрос qilinardi. U bolangizga bog'liq. 5 ga o'qiydi degani emas, xususiy maktabga 5 million to'lasangiz, 10 million to'lasangiz. Bolangiz o'qimasa davlat maktabida ham o'qimaydi, xususiy maktabda ham o'qimaydi. Xususiy maktab hech bo'lmaganda chiroyli sharoitini qilib beradi. Xavfsizligini ta'minlashi davlat maktabidan zo'rroq. Qimmat o'qituvchilarni kelib sotib olib o'zi maktabga olib keladi, sharoit qiladi. Xuddi shu gapingizga qo'shilaman. Haqiqatan ham Garvardga jo'natdim, bolam zo'r bo'lmadi deb bo'lmaydi. Bolangizni xohishdan kelib chiqib Garvardga harakat qilsa, shu Garvard ham to'g'ri muhit bo'lganligi uchun o'sha qaysi joyini ochishiga bog'liq bo'ladi. Qaysi haligi soft skills, hard skills deysiz, qaysi soft skillslari ochsa, o'sha ko'zlarini o'sha muhitda yursa topadi. Ha, bu meniki ekan deydi. Uyda yo'qda bu muhit. O'sha yerda o'sha aytishinglarning ichida yursa aytishing bo'ladi. San'atkorlarning ichida san'atkor bo'ladi. Vrachlarning ichida yursa vrach bo'ladi. Vrachlarning ichiga kirsa ham stomatolog bo'ladimi, ortoped bo'ladimi, haligi
pediatr bo'ladimi, onkolog bo'ladimi, kardiolog bo'ladimi, u keyin ko'radi u. Yurgandan keyin bu meniki, men lor bo'lar ekanman, bu bo'lar ekanman. O'shaning uchun u ketma-ketligi bor, u ssenariy bor. Bizdagi eng katta muammo o'sha orada bir avlodimiz omi bo'ldi. Universitetda diplomi shapka bo'lib poraga sotildi. O'shaning uchun diplomi qadri inflyatsiya bo'lib ketdi. Bizdagi universitetlardagi masalan oldingidagi xudoga shukr, wow, diplom muhim ekan deydigan fikr o'zgardi. O'zbekiston sharoitida. Lekin top universitetda diplomi wow ekan deydigan narsani hali beri hamma tushunmayapti-da. O'shani suhbat qilib, nimaga muhim? Top universitetda o'qigan bola bilan top universitetda o'qimagan bolaning farqi bor. Yoki viloyatdan yoki qayerdandir Toshkentga borib o'qisa bo'ldi desak, Toshkentning eng pachaq universitetida o'qigan bilan Toshkentning eng oldida universitetda o'qishi farqi bor. Katta farqi bor. Westminsterdami, Inhadami, Singapurda kirgan, davlat universitetiga kirmagan deb men o'zim aytardim. Yo'q, qarindoshim kelsa. Davlat universiteti Nashkinga-yu, Gansuginga qaraydi. Undan ko'ra men Westminsterga yo palonchiga, pistonchiga kir, hech bo'lmasa Gansug, Nashkin birlamchi emas o'tda. O'qishing birlamchi va muhit birlamchi deb aytardim. Ya'ni shuni bemalol gapirishga ham oldin qo'rqadigan davrda. Chunki o'tda davlat universitetiga kirish pora bilan qilardingiz. O'qigan bola ham, o'qimagan bola ham bir xil nima qilib, oxiri bitta gamburger pulga 5 ni olib ketardi. Keyin o'qishga bo'lgan nima so'yardi. Ya'ni nari bo'lsa $20 $50gacha 5 ni qo'yib berardi. Muhim narsani aytdingiz, ya'ni farqi top universitet bilan yoki top universitet bilan oddiyroq universitet farqi. Dunyo qarashi boshqacha bo'ladi dedingiz-ku. Men o'zim top universitetda o'qiganim uchun qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Eng katta farqi o'ylayman, ular ko'radigan insonda. Men masalan universitetda o'tiribman, yangi pochtamni ochdim. Universitetda alohida pochta berib, pochtani ochsam, keyingi hafta guest lecture bo'ladi, ya'ni mehmon bo'lib keladi. Kim mehmon bo'lib kelar ekansa, universitetga borganimda bir 2 oy bo'ldi. Jensen Huang keladi dedi. Google'ga yozsam, Nvidia korporatsiyasi bor, dunyoda hozir eng katta korporatsiya, $4 trillion turadigan korporatsiyaning CEOsi, asoschisi kelyapti. Endi universitetda nutq beryapti. Endi siz o'qigan universitetingizga kelib turib, bunaqa inson chista energiyasidan yo'qotdi, ya'ni maqsadlaringiz chegara уже bitta turgan bo'lsa, o $4 trillion ko'rganingizdan keyin masalan bitta $50 ming, $100 ming kontraktlar уже ya'ni o'xshamasa 50 ming qilaman degandaqa bo'ladi. Ya'ni pulda emas, chegarada. Chegara. Bu 2 oydan keyin bo'ldi. Bu yili universitetda o'qib, birinchi semestr boshlandi, guest lecture bo'ladi. 2 oy o'tdi. Kim kelar ekan desam, Blackstone degan korporatsiya bor. Anaqa pul $9 trillion boshqaradi. Ya'ni u pul boshqaradigan kompaniya pulni boshqarib katta qilib beradi. Eng katta kompaniya hammasida 3%, 5% aksiyalari bor. Uni asoschisi Steven Schwarzman kelyapti. Steven Schwarzman ham eng katta milliarderlardan biri, ham eng katta o'zi siyosatga ham katta ta'siri bor. U bitirib уже unga qiziq emas, haligi pul, boshqa narsa qiziq emas, u haligi ba'zilar bilasiz, haligi bilimini berish. Shu kitob yozgan ekan, kitobini shu bola o'qisin, prezentatsiya qilish uchun keldi. Ya'ni chegara уже tepada bo'ladi faqat. Ambitsiya ham katta bo'ladi-da. Osilsang balandorga osil degan narsa. Mavzu zo'r, men zaman qaniydi endi agar hozir mana shu formatdagi suhbatlaringiz ko'p bo'lsa, ota-onalar, yoshlar shuni ko'rib orzusi o'zgarsa, asosiy prioritetni yana o'sha haligi mavzumizga qaytsak, to'yga 10 ming, 20 ming, 30 ming, 50 ming dollar yig'aman emas. Men o'sha ketkizgan 100 ming dollarimga roziman-da o'g'limni ketkizgan Angliyadagi 4 yil o'qishiga. Lekin istalgan oila oxirgi pulimni ham, eng katta byudjetimni ham bolamni o'qishiga to'layman deyish kerak-da. O'zbekning eng katta byudjeti hayotida haligacha to'y bizada. Haligacha eng katta hayotidagi istalgan oilaning eng katta byudjeti massa 99% odamning eng, ya'ni topadigan daromadiga nisbatan to'yim borda deydi, o'zining sog'lig'iga ham, bolasining kontraktiga ham buncha pul ishlatmaydi. Oldimda qiz chiqarishim kerak-da, to'y qilishim kerak-da, bilan joylashim kerak, sarpasi bor, unisi bor, oshi bor, nikohi bor, challari bor, boshqasi bor deb oxirgi puligacha hozircha to'lov qobiliyatimiz o'zi shundoq ham past. O'shanga sarflaydi. Lekin to'y bu rasxod. Shundoq qumga suv qo'ygandek ketadi. U hatto ko'pincha yoshlar qadrlamayapti. Yarim yil, 1 yildan keyin ajrashib ham ketyapti, ayniqsa o'sha qimmat to'ydagilarni Alloh asrasin qanchasi. Lekin bolani o'qishiga, farzandi nimasiga, oxirgi byudjetim bo'lsa ham tikaman deydigan narsaga orzu bo'lsa va u
mevasini 5 yil emas, 10 yil deganda kamida beradi. 5 yilda ham bermaydi. Kamida 10 yilda mevaga chiqishni boshlaydi. Chunki krugozorda haligi yangi kelin-kuyov to'y bo'lsa ham 9 oydan keyin tug'ilish kerak bo'lgan narsa 1 oyda tug'ilmagandek, bolani o'qishini mevasi 20 yosh atrofida, 18-22 yosh atrofida o'qisa, undan keyin yana bir 4 yil, 5 yil opit yig'ishga majbur. 30 dan keyin meva beradi-da, shunisi bor. Bizanikilar uzoq dolgiga ishlashga o'ldirilmagan. Lekin yosh kattalar, bizda tengi tadbirkorlar bolasiga hozir pul tikyapti. O'ziga endi tikishni boshladi. O'zini o'qishiga ham endi tikishni boshladi. Oldin o'zini o'qishiga ham pul to'lash infeksiyagarlik deb qarardi. Haligacha ham bor shunaqa narsa, lekin o'zimni o'qishimga ham pul to'layman, bolamni o'qishiga ham pul to'layman degan oilada har doim bilim byudjeti, образовательный byudjet degan narsa fond bo'lishi kerak. O'shani qilgan oilalar boyib ketishini ko'rsatish kerak. Siz qaysi oilalarni bilasiz? Shunaqa fondi bor va yaxshi universitetda farzandlarini o'zlari o'qigan. Yo'q, bizning oilada hamma aka-ukalarimiz mana eng qimmat oiladagi byudjetim farzandlarimning ta'limi. Mana shu paytgacha eng qimmat byudjetim farzandlarim ta'limi edi. Chet el safarlarim edi. Ha, endi ikkita farzandim to'y qildim, haqiqatan ham ko'rdim. Juda katta pul to'yga ketar ekan o'z yerida. Yana qaysi taniqli tadbirkorlar, odamlar tanigan? Men bilgan Infactor'da chiqqan ko'p tadbirkorlar. Bu kafe biznes klubimizda farqi yo'q. Zafar Hoshimov deysizmi, Murod Nazarov deysizmi, Akmal Payziyev deysizmi, Lazzat ham deysizmi, qayerlarda o'qitishgan? Alisher Isayev deysizmi? Bular hammasi farzandini dunyoning zo'r universitetlarida o'qish tarafdori. Alisher Isayevda masalan farzandimni o'zimiz yaqindan taniymiz. Gonkongda o'qiydilar, chunki Gonkongda dunyoda top 11-o'rinda turadigan universitetda o'qiydi. Murodxonning farzandlari adashmasam Angliyaning zo'r universitetlarida yoki Shvetsariyada o'qidilar. Meni ukamning farzandi Angliyaning eng zo'r universitetlarida o'qiyapti. Lazzat ham farzandlari, bitta qizlari Germaniyada, bittasi yana mana Angliyaga jo'natdilarmi yo'qmi? Ya'ni bo'ldi. Bugun men bilgan ko'p tadbirkor do'stlarimiz bolasini dunyoning zo'r universitetiga jo'nataman degan fikrida, hayron, hech bo'lmaganda o'g'limni jo'nataman deydigan program bor. Lekin men bilaman, o'g'lini ham, qizini ham o'qishga jo'natayotganlar bor. O'sha tarbiya muhitini chiroyli qilib qo'ysa, yo o'ziga yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lsa, men xotirjamman, o'g'limdan ham, qizimdan ham deydi-da. Shuning uchun 17-18 yoshgacha oilaviy tarbiya, oilaviy muhitda bu shoshmasdan uzoq muddatda tarbiyalash kerak. Moddiy masalada muammo bo'lmasa kontraktda qilish kerak, lekin sizni tomoshabinlaringiz faqat boyi bolasi zo'r o'qir ekan, kambag'al o'qiy olmas ekan deyish kerak emas-da. Sizga o'xshagan oddiy o'qituvchining bolalari borib zo'r universitetda o'qib boy bo'lgan ssenariylarni ham ko'paytirish kerak. Bu muhim. Mana palonchi boyi bolasi o'qiydi, puli borda o'qiydi deydi. Yo'q, именно oddiy o'qituvchini, oddiy vrachchi, oddiy dehqonni bolasi, oddiy bilgan taksisi bolasi grant yutib, $100 ming grant yutib boribdi deydigan nimalar ko'paysa, storytelling, ya'ni shunga o'xshagan real case'lar ko'paysa, u mana qatim kam deydi. Ana shuni qilish kerak. Bo'pti. Bepulga sen ibrat farzandlarini nimasidan ilovasidan ingliz tilini o'rgansang bo'ladi. Shuni o'rgan, IELTS topshir, SAT topshir, men bilan ko'rsatuvni ko'r, buni ko'r, sizlar hammani ham pulga tayyorlasanglar ham bepul kontentinglar bor, bepul ssenariylar, ijtimoiy tarmoq. Buni qil. Top universitetga grant yutishi 5 ta ketma-ketlik senga ssenariysi desangiz, hammani ham puli yo'q. Shu men Qatarda ko'rgan bola, qayerda o'qiding? Nima desam, yo'q, bepulga YouTube'dan ingliz tilini o'rgansa bo'ladi-ku, deyapti. Bepulga palonchidan o'rgansa bo'ladi-ku, 50 ming so'm internetga bo'lsa bo'ldi, deyapti. 50 ming so'm internetga pul to'lab, Qatarda top universitetiga grant yutyapti. Odamlar 50 ming to'lab, ertadan kechgacha Instagramda ha-ha-hi vayner. Yana bitta qizdan nima, Qoraqalpog'istonda endi top universitetga kirish uchun bilasiz, IELTS kerak. Kamida 7-8 kerak, yana SAT kerak, ko'p narsalarni qilish kerak. Qoraqalpog'istonda shu bitta qiz bor, ismlari Aynura. Aytayapti, ingliz tilini o'rganishga uchumli sentrga borishga pulim bo'lmagan. Shuning uchun internetga kirdim, o'zim o'rgandim ingliz tilini dedi. IELTS topshirishga pulim yo'q edi, topshirmadim dedi. SAT topshirishga pulim bo'lmadi, topshirmadim dedi. Universitetga yozdim dedi. Universitetga men IELTS topshirishga pulim yo'q, SAT topshirishga pulim yo'q, lekin imtihonlarimni tekshirsangiz, yoqsa olishingiz mumkin dedi. Universitet bo'pti, yuborur, ko'rib chiqamiz degan ekan. Amerikada Ivy League bor, bilasiz. Dunyodagi eng katta shu 8 ta
prestijli universitetlarda bitta ligasi bor, Ivy League. Shu Ivy League'dan bittasi eng yaxshilaridan biri Dartmouth College'ga 100% grant bilan qabul qilinadi. Ya'ni ingliz tilini IELTS topshirishga ham puli bo'lmagan, SAT topshirishga ham puli bo'lmagan, lekin Dartmouthga men 2 yil harakat qilib, hamma resurs bo'lib turib kira olmadim. U IELTS siz kirib ketyaptilar. Ya'ni puli yo'q bo'lsa ham kirsa bo'ladi, puli bo'lsa ham kirsa bo'ladi. Shunchaki harakat va xohish. Ana shu istoriyalarni ko'proq olib chiqish kerak. Qanday topshirding? Chunki har bitta insonning o'zini yo'li bor. Hech qaysi nima mana shu ideal yo'lda bo'lmaydi-da. Chunki moddiy imkoniyati bor insonlar ham moddiy imkoniyati borlarni ssenariysini o'rganib, kim orqali tayyorladingiz bolalaringizni? Odiljon bor, Asadbek bor, falonchi bor, shularga yo'nalishini berdisa, u bizani oilalar yoki o'ziga to'g'ri inson tadbirkorlar sizga oyiga mayli bolasini shu top universitetiga tayyorlab berish uchun $200 $500 xizmatinglarga berib, soprovождение qilib ber, tayyorlab ber deyish mumkin. Lekin millionlab yoshlar bor. Hammasi xohlaydi hozir dunyoni xohlagan universitetiga uydan ketib olsam bo'ldi deydigan fikrda ko'pi. Ayniqsa 17-18 yoshda ota-onasining gapi yoqmaydigan bo'lib qoladi. O'zini kuchi bilan keta olib borib o'qisa gap yo'q, qandan ursin. Tarbiyada, boshqada, muhitda muammo bo'lmasa, ketish arziydi. Hamma ketsa nima qiladi? Ketib zo'r bo'lib, pulni zo'r topa oladigan bo'lib kelsa, pulni baribir O'zbekistonga tikyapti. Mana o'sha Stanforddagi do'stlarim o'tda pul topib O'zbekistonda million dollarlik ko'chmas mulklarga investitsiya qilyapti. Pulni o'tda topyapti, lekin O'zbekistonga tikyapti. Chunki o'tda bunaqa o'sish yo'q hozir Niderlandda. Bu o'tga tiksa 2 yilda 1,5 million qilyapti pulni. Amerikada 2 yilda unaqa qila olmaydi. O'shaning uchun men juda xohlardim har bitta o'zbekning bolasining niyati, yana aytaman, Rossiya emas, dunyoni xohlagan davlatiga, ingliz tilidagi davlatga borib va siz aytgandek shunchaki borib ishlashga emas, universitetga kirishga, shunchaki universitetga emas, top universitetga kiraman deydigan orzu bo'lsa, bu ishga kirayotganda ham ko'pchilik masalan ish topsam bo'ldi-da, yaxshi oylik to'lasa bo'ldi-da deydi. Top universitetda yaxshi tomoni nimada? Musobaqa bor. Hali masalan 2-kursda hozir borsam, qayerda stajirovka qilyapsan deydi. Shunda yaxshi nom aytmasangiz bo'ldi-da, siz krugdan chiqib ketdingiz. Qayerda? JP Morgan, Goldman Sachs, Big Four. Masalan, IT ga qiziqadiganlar Google, Amazon, Meta shularni aytmasa bo'ldi, siz уже krugda emassiz-da. Videolar olishadi. Gankong biz universitetda ham, masalan, Havadami o'qiydigan universitetda ham, Amerikadagi do'stlarimiz ham aytadi, video olishadi. Endi qayerda stajirovka qilyapsan, videoga olishadi? Shu Google'da dedi, keyin Meta'daman, keyin sen qayerda qilyapsan? Sovetda qilmayapman desa, bekor yurdim, ota-onam bilan yurdim. O'zbekistonga borib keldim. Bor pizzeriyada ishlar deyshadi-da. Ya'ni musobaqani o'zi ham top universitetga kirgandan keyin ham top kompaniyaga kirish bo'ladi. Top kompaniyaga kirgandan keyin kim bo'lib ishlayapsan deydi. Miyadagi planka o'zgaryapti. Departamentlar bor. Masalan, Big Four'da ham, masalan, KPMG'da tax bor, deal advisory bor. Ya'ni deallarni qilishi bor, masalan, kompaniya sotib olishi, sotishi bor. Ya'ni shunda ishlayapman desa, yaxshi, kelaver, klubga qo'shil deydi. Yo'q bo'lsa, mayli, zo'r, rahmat, tanishib oldik, gaplashamiz. Klubga qo'shilish ham qatta stajirovka, qanaqa departamentda stajirovka qilishigacha ham klub nima qiladi. Ana shu challenge bo'lish kerak bolalarga. Bu zo'r. Yaxshi. Siz bilan ancha mavzuni ochdik, ochilmagan joylari ham ko'p edi. Menimcha endi ko'rsatuvingiz uzun bo'lib ketib qolsa keyin. Husan aka, yana bir narsani so'ramoqchi edim. Keyingi mehmonimizga qaysi savol bergan bo'lardingiz? Menimcha biz oxirigacha ocholmagan savollar bor edi. Ota-onalarning qo'rquvlari. Asosiy qo'rquvlari nima va yechimlari nima? Qo'rquv va yechim. Bolalarning qo'rquv va yechimlari mavzusida ochilsa, bo'l auditoriyaning e'tiborini jalb qiladi. Ya'ni men masalan shu narsani yozdim, hozir 5 tasini dedim, 5 ta emas, 3 tasini gapirgan bo'ldik. Sizga xohlasangiz rezumesini aytib ketaman. Meni o'zimda milliy diniy qadriyatlarni yo'qotib qo'yish qo'rquvi bordi. Xavfsizlik va sog'lig'i masalalar nima bo'ladi bolam? Ertaga kasal bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bu nima bo'lib qolsa nima bo'ladi? Jinoyatchilarni begona shaharda ichiga aralashib qolsa yo bir muammo paydo bo'lib qolsa nima bo'ladi? Yashash sharoiti qanaqa bo'ladi degan mavzular ko'p. Moddiy qiyinchilikka uchrab qolsa, pulni boshqara olmay qolsa degan mavzular borda, qo'rquvlar, yetishmovchilik bo'lsa, shartnomasini to'la olmasa, isrofgarchilikka uchrab qolsa, har xil qo'rquv bor. Pul ko'p bo'lsa ham qo'rquv bor, pul kam bo'lsa ham qo'rquv bor. Noto'g'ri muhitga tushib qolishi, bu zaharli odat, zararli odatlar, vaqtini boy bermadimi,
yomon do'stlarga qo'shilmadimi? Psixologik qo'rquvlar bor. Bu psixologik yolg'izlik yoki tushkunlikka tushish, depressiya holat bo'lib qoladi. Uy sog'inish degan mavzular bor. Adaptatsiya mavzulari bor. Nazorat qilish mavzulari bor. Ya'ni shunga o'xshagan narsalar borda. Keyin mayli aytdimmi, xavfsizlik masalasi, qayerdadir qurol, Amerikada o'qisa xavfsiz ekan, xavfsiz emas ekan deydi. Gonkong, Janubiy Sharqiy Osiyoda bu madaniyat, ovqatlanish masalalari, raqobat yoki ruhiy bosim, chunki u yerda bilasizki, raqobat juda baland. Yashash maydoni, muhiti juda tor joy ekan. Bittaligi Gonkongda bo'lsa, bilmayman, 2 kvadrat joyda 2 kishi yashash kerak deydigan darajadagi qanaqa u, ya'ni odamzod bilmagan narsadan qo'rqadi. Esingizda bo'lsa, Covid kelganda hammamiz Coviddan qo'rqdik. Hozir Covid nimaligini bilganligimiz uchun, ssenariy aniqligi uchun, bo'pti Covid bo'lsa, mana qilgin deydi bo'ldi. O'sha qo'rquvlar temasi chet elga borishda ota-onani, farzandlarni qo'rquvi va uni bosib o'tgan insonlar, ya'ni bolasini jo'natgan odamlar bor. Bolasini o'zini nimalari bor. Psixologik temalar meni nazarimda odamlarga yoqadi. Shu psixologik qo'rquvlar, boshqalar, uning yechimi nimada? Sen bosib o'tgan oddiy ssenariy. Buni qanday hal qilding? Borganda nimadan qo'rqding, qanaqa yechding? Yoki sendan keyin keladiganligi qancha tavsiya bergin deydi. Masalan, Arab davlatlar, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Saudiya shunga o'xshagan narsa bo'lsa, diniy oqimlarga kirib ketmaydimi deydigan nimalar qo'rquv bo'ladi. Ya'ni bizdagi baribir nimalar bor-ku. O'shaning uchun har xil o'sha rus tilida strahlar deydi. Strahlar mavzularini ochsangiz, odamlarga mana pozitivni temadan ko'ra negativni temalar o'q beradi va unga yechim. Bolani o'qishga jo'natishdagi 5 ta asosiy qo'rquv nima va unga yechim sizning nazaringizda nima? Hasan akaning nazaridan, Husan akaning, Laziz aka, Umid aka. Bolasini chet elga jo'natgan odamlar bugun O'zbekistonda yuzlab topiladi. Minglab topiladi. Nafaqat tadbirkorlar, oddiy oilalardagi insonlarni ham chaqirish kerak. Oddiy o'qituvchini bolasi, oddiy nimani bolasi, oddiy talabalar, ya'ni har xil formatda qiling, nima prosmotr bo'layotgan bo'lsa, o'sha prosmotr sizlarga o'zi yetadi. Qadrli tomoshabinlar, keyingi podkastimizda kimni ko'rishni xohlardingiz? Kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Bugungi mehmonimiz Husan aka Mamasayiti bo'ldi. Juda ham maroqli va qiziqarli podkast bo'ldi, qiziqarli suhbat bo'ldi. Taklifni qabul qilganingiz uchun albatta katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Sizlarga ko'rsatuvga omad tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Izohlarni ko'paytiringlar. YouTube'ga izohlar, kommentariyalar, layklar yoqadi. Biz juda xohlaymiz shu ko'rsatuvlarni ko'proq insonlar ko'rishga va sizlarning farzandinglar dunyoni zo'r universitetlarga grant yutib borishiga chin yurakdan tilakdoshmiz. Sog' bo'linglar. Siz bilan top universitetga kirish bo'yicha ekspert Levsha yoki Asadbek Ismoilov bo'ldi.